İgilirken almışam Birisi şünce okşansın Birisi şünce okşansın Keltelik bilen adem çırayı Sepişirken Assalamualaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar? Tan saqliq kanalimga xush keldinglar. Men Mehmetcan Qurban bilan minglar o'tliq salom. Oldin qattim bu savollarga javob deb bir qattim javob bergan. Men bu amal bor vaqt chiqarib shu YouTube'ning ostiga bo'lib WhatsApp'lardan so'rayotdi, ammo YouTube'ning ostiga savollarni yig'inchoqlab vaqt-vaqtida ko'pchilik bilan birga bir maslahat qatorida undan keyin tushuncha boshqa qarindoshlarga foyda bo'lib qolsin degan qatorda shu savol javoblarni qilishni planlagan. Shunga bugünkisi ikkinchi qismi desam bo'ladi. Shunga hamda bu ko'p savol javoblar hammasiga vaqt-vaqtida javob qaytarib kelyapti, ammo dal vaqtida qaytarib kelabsammi necha kun o'tgandan keyin degandek javob qilyapman. Shunga vaqtida javob qaytaramidi deb xafamasliginglarni umid qilaman. Oshqozon kislotasining kuchi degan 42-tan saqliqniki. Uning tushgan bir savol. Mening ochig'im kelganda bek kekiraman. Buning maslahat bergan bo'lsangiz debdi bir ayol qarindishimiz. Uningga men bunday javob berdim. Ochiq kelganda o'ltirib oling yoki bo'lmasa yetib oling. Chunki ochiqda odam ochiqlangan chog'da qon aylish tezlaydi, yurak so'qishini tezlaydi, shuning bilan nafas tez va qisqa bo'ladi. Andan keyin shu vaqtlarda shu sirtdan nafas qisqa tez bo'lgandan keyin sirtdan ko'p havo sumirib oldi-da, sumirib olgandan keyin oshqozon ko'p bo'ldi. Shuning bilan kekirish paydo bo'ldi. Shunlashqa bu o'ltirib olsangiz yoki yetib olsangiz yurak so'qish astirab, nafas astirab, u alomatlar yeniklishi yoki bo'lsa yo'q bo'lishi mumkin deb javob berdim. Shunlashqa boshqa qarindoshlarım shunday ahvollar bo'lsa foydalanib qolsin demoqchi bo'lgandim. Andan keyin bu tan saqliqniki 41-sida yetlik salom deganga tushgan bir savol. Men davomli ochiq-chuchuq tomoq yesam haq tutib qolaman va tomoq yeb bo'lgandan keyin kekirgan ahvol bor. Buning bir maslahat bergan bo'lsangiz. Debdi, men de maslahatim shu bergan maslahatim amal bor. Bir mazgil shu ochiq-chuchuqni yemay sinab ko'ring. Undan keyin yaxshilangandan keyin asta-asta az-azdan yeb ko'nglingiz bek tatib kelsa az-azdan yeb yana sinab ko'rsangiz bo'ldi deb javob berdim. Andan keyin 3-savol shu tan saqliqning 38-qismida ko'zimizni asrayli degan bo'lim. Uni ko'rgan qarindoshlar shunday jiq fikrlarni berdi. Menga ayrim WhatsApp'da so'z qallab bo'ldi. Hozir davomlashtirib natijasini ko'rganlar bo'ldi. Bir qarindishimiz Mehmetcan doktor, siz hozir ko'zoynak taqmamsiz. Meniki ikki o'g'lim ko'zoynak taqaydi. Shunlashqa men cho'qim buni sinab sizga natijasini berman debdi. Shuni bilan men javob berib, yaqin tanishlarım natijasini ko'rdi, men natijasini ko'rdim, cho'qim sinab ko'ringlar deb javob qaytardim. Undan keyin u qarindishimiz yana javob qaytaribdi. Men bugun o'zim mashq qildim, ta'sirotni boshqachalar. Odatda kitob ko'rgan chog'da ko'zoynak taqaydim. Shunlashqa men davomlashtirib natijasini sizga cho'qim doklad qilib turman debdi. Hozirgacha natijasini qanday qildi o'qimadim. Shunlashqa hamda davomlashtirayotgan qarindoshlarimiz bor. Natijasini hamda odamniki o'xshamaydi har xil jihatlarda. Masalan, ko'zniki shu muskullarni 6 ta muskul va tutib turadigan deb tushuntirdim. Shuni ko'rib baqsanglar, nihoyatda tafsili tushuntirgan. Uning ilmiy asosi bor. Shunlashqa hamda buni ko'zinglarni yaxshilash planinglar bo'lsa, cho'qim sinab ko'rishinglarni umid qilaman. Ba'zilarning gapda 3 kun ulam shunday qilib bir xil
başqaçıl bir hissiyatı boldu dep inkas qilgan boldi. Şuңlашqa amal bende ba'zilarni ko'rish quvvati pek aciz bo'lsa, onun vaqt ketidi albatta. Şuңlashqa bir ishni davomlashtirish kelib turyaptimi? Davomlashtirish pek muhim. Andan keyin 4-savol erlarni tushuning shu tan saqligi 29-qismida bir Xanzu maktabda o'qigan bir qarindishimiz bu prinsiplarni bildim, ammo o'zim basalmay ochiqnib salaman. Bunda vaqtda qanday qilish kerak debdi. Hamda o'zaralqi cho'qimlan bu hamda ayollarning o'tirsiz ishlar uningdan men tushundirgan. Şuңlashqa mening javobim şu ayol urushib qolgan vaqtlarda naq maydondan ayriling darhol yoki bo'lmasa gap qilmay burun bilan cho'nqur nafas olib ko'zingizni ching yumib o'zingizni tutishni o'rganing. Undan keyin bu so'zlash ayollarning tuxum xarakteri. Shunga har qarindishimizniki deb o'yladim hamda. Şunga bu ayollarning tuxum xarakteri, şuңlashqa ayollarni hargiz ko'pincha holda yengolmaysiz deb javob qaytirib qo'ydim. Andan keyin shu aktiv energiyani ko'paytirish degan tansaqning 14-qismida bir ayol qarindishimiz shunda xat yozibdi. Yomon so'z bo'lmagan yerlardan qochish, nachar xabarlarni anglamaslik va tarqatmaslik, bu so'zlar butunlay normal yashayotgan insonlarga qaratilgan bo'lib, bizga o'xshash haqlarga mos kelmaydi. Demak, helimo nachar xabar anglamayman deb o'ziga kunda turk filmlarini ko'rishni vazifa qilib olgan qarindoshlarimiz ko'p debdi. Hamda men bu qarindishimizga javob qaytirib qo'ydim. Bu hamda bizga nima uchun mos kelmaydi? Sizning fikringizni bir anglab boqim bor deb. Hamda bu aktiv energiya deb ham o'ylay anglab turmiz. Şuңlashqa aktiv energiya o'zimizniki hamda atrofga ta'sir qiladi albatta, ammo o'zimizning ishidan chiqarib qilmasak endi baribir. Şuңlashqa bu qarindishimizga hamda shu javobni qilib bo'lgandan keyin menga savolni qaytarmadi. Şuңlashqa demakchi, atrofimizda albatta bizniki shu vatandagi ishlarning dadidan uxlayolmay shu ro'y besimda tugishib ketayotgan qarindoshlar ko'pgan bo'lib, ayollarda menga maslahat kelib turdi. Şuңlashqa hamda ba'zilarga dedim, ko'may desa ko'giz keladi ekan. Şuna men dedim hamda odamning ichida odam bor deb shu ro'y kasalliklar bo'limida men hamda Yaponda dars o'tgan shu kitoblarda shunaqa deydi ekan. Men bu dastlab ko'rib hayron qolgandim. Ammo psixolog qarab menga ekan. Belki psikologning ham bir nimasi bo'lishi mumkin, turi. Şuңlashqa o'ylab baqsaq, nihoyat ilmiy asos bor. Nima uchun degan chaqda hamda o'ylab bilamiz, erlarning ayollarning ichida bir xil hamma a'zolarniki ba'zi hormonimiz bor, erlik hormon, ayollik hormon deb. Şuңlashqa bu odamning ichida odam bor deganimiz, shu bizning ichimizda ham bir odamniki shu talab qilganida shu shum xabarlarni sizning o'zingizning ko'gisi yo'q, ammo ko'gin deb bir hisobda ichimizdagi odamning ashna qilgani sizni bearam qildi deymanmi. Şuңlashqa bu atrofdagilarga dedim, agar ko'gingiz bo'lsa ko'ring, ko'rib bo'lgandan keyin bir mezgildagi zeriksini ko'rsin bo'ldi. Agar ko'maychi debni qilsangiz, u o'zingizning yo'li deb maslahatlarni berdim. Natijasini ko'rganlar bo'ldi, ammo shu ham demasak hozir butunlay nega qarsak shum xabarlar ko'p. Uning ustiga bu Uyg'urlarning xabari, Uyg'urlarning shum xabarlari emas. Masalan, diqqat qilib baqsanglar, odamning shu psixolog jihatda yomon xabarga omroq keldi ekanda, odamning psixologisi butun dunyodagi odamlar desak bo'ladi bir hisobda. Şuңlashqa ko'radigan bo'lsak, mush xabarlarda har xil xabarlar, masalan TV deymiz, gazetlardagi butunlay yomon xabar bo'lsa odamga qiziqib ko'rdi.
biz Uyg'urlardan bir gap bor, yaxshi gap busqatligicha yomon gap taqatlabdi degandek. Shunlashqa odamning psixikasi shundaqki, shunlashqa ko'gimiz kelib turdi ekanda. Shunlashqa men bu pat deb turma, atrofimdagilarga Xitoyniki har xil taktikasi ko'p, ham o'yla bilmas. Vatandan kelayotgan shu xabarlarniki, shu videolarniki Facebooklarda, Instagramda hammada ko'rayotgan ishchimizni serdigan har xil xabarlarniki ko'pinchalar rost bo'lishi mumkin, ammo ba'zilarini yasab Xitoy shu chet eldagilarning psixikasini shu yo'qotish uchun ro'y besimini teg'imdimi cho'nqurlashtirish uchun o'ynayotgan o'yini bo'lishi mumkin. Shunlashqa siz aktiv energiya bo'lsangiz, urib kundan qolgan siri odamning immunit kuchi tushidi. Tushgandan keyin sizniki uyqu tutdi. Uyqu tutgandan keyin uxlaysiz. Uyqumi yaxshi bo'lmaydi sufti. Agar aktiv energiyada bo'lib, yaxshi tarafni bir ishlarniki, har qanday yaxshi tarafi deb deymiz, har qanday shunga yaxshi tarafi cho'qim bor bir ishlarning deb shu amal bor shuning intilib atrofimizni izlab o'zimizniki nari xato bo'ldi shularni izlab qolgandan keyin asta bu mingimiz bizniki shunaqa men to'g'risidan keyin so'zlayman. Bu biz qimma degan ishni qig'izadigan, masalan uyqusizlikdan so'zladim, uxlaychu deb qancha qiyirishgan sari uyqu kelmaydigan, ta'tursini qiladigan murakkab bir xil jarayonga. Shunlashqa hamda bu qiyinlashimizga shundoq javob berib qo'ydim. Sizningki fikringizni anglab boqay desam, taqdirga javob qilmadi. Shunga buguncha hamda shunchalik so'zlab turay. Bugun bu savol javoblar 5 turlik bo'ldi. Hamda pat shu savol javoblarga ko'pchilik bilan tang bahslabni qilsak, boshqa qarindoshlarga foyda bo'lib qolsa deb shuni aralab chiqarib turishni planladim. Andan keyin hamda yana bir ishni deb qo'ysam, men davomli hamda shu videoyimda YouTube'da voy a'zo bo'ling, voy mani chiqaring deb qilib ketyapman. Albatta unda qilsanglar qo'shilman. Qo'shmaydigan odam yo'q deb o'ylayman. Shu YouTube ishlayotgan qarindoshlarning ichidami. Ammo meni a'zo bo'ling deganimdagi maqsad pul tepilish uchun deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. A'zo bo'lganga pul tepilib ketmaydi. Undan keyin men shu yaqinda ba'zi shu medialarda qarasam, hozir shu YouTuberlar pul tepatam degan xatlarni ko'rib qoldim bir yerda. Shunlashqa kulib ketdim. Ammo siz a'zo bo'lsangiz, sizning pulingiz kelmaydi menga. Hamda Google'dan yoki YouTube'dan keladi. Ammo mening maqsadim hargiz bu pul tepish uchun qilganim emas. Pul tepish uchun qilmasam men ba'zi bir bo'ldi qilaychi deganda qilib o'zimning qiziqish bo'lmasa tashlab qo'yatdim. Ammo ichimdan chiqarib qilyaptim. Men shu Uyg'ur qarindoshlarimizga ozroq bo'lsin foyda bo'lib qolsin deb qildim. Andan keyin yana bir tarafi shu a'zo bo'lib, a'zoniki menda desam boshqa YouTuberlar tushuntiryapti. A'zo soni 1000 dan oshgandan keyin naq maydon bera oladi ekan YouTuberlarchi. Masalan, meniki hozir 600 dan oshdi. 1000 dan oshgandan keyin naq maydon bersam, mening planim naq maydon bera oladigan vaqtida shunaqa savollarga yozib o'zim o'tirib javobini qilib o'tmay naq maydonda bir savollarga javob bersam, nima degan yaxshi deganlarni o'yladim. Albatta, naq maydon javob beramsam keyin o'zim material aqtirib cho'qim javob berishga tirishaman. Vaqtim tejab qoladi ekan. Ondan keyin 1000 dan oshgan chog'da palon pul tep kitobga deb o'ylab qolmanglar. 1000 a'zo bo'lsa, aran 7 sent keladi ekan YouTube'dan keladi deb angladim hamda. Bizning Uyg'urlar qanchalik chet elda unchalik ko'rib ketishini atayin hozir YouTuberlar chiqlab ketdi. Shunlashqa u hargiz unda o'ylamanglar, shunga bir tushuntirish berib qo'yadi dedim. A'zo ko'proq bo'lgandan keyin 1000 dan oshgandan keyin naq maydon berib, o'zim shu videoni o'zimning maxsus bir app bor, uni pulga setib olib yasayapman. Albatta bekorlik applarmi bor. Ammo men buni shu YouTube qilishdan burun o'zim qiziqqashqa shu oyda to'laydigan pul borki, shunday yaxshi. Men shu subscribe buni chiqarib qo'yman-ku, shuning ichida yasayman-da. Bu yasash qilib vaqt ketadi. Albatta pulim hargiz ichim og'rimaydi. O'zim qiziqishi deb tushirib olgan va 2 yilning oldida.
Demekçi muş mağdını aşkandan keyin şu unumu yasayman dep o'tlamayman demekçi o. Bir hesap muşnaq erkin azada paran qilishib qilsam, haftada bir ikki qatam chiqib qilsam, mening vaqtim tejab qoldi degan maqsad bilan faqat shunga tushundirish berib qo'ydim. Rahmat hammalarga. Bulda hamsa hammalarniki har vaqt xayrlik bo'lsin. Xayr xo'sh. Allohga omonat.